Kia. Movement that inspires. Do'stlar, ahamiyat bergan bo'lsanglar, ko'p challengelarimizni, ko'p sportsmen aka-ukalar davom ettirishmoqchi bo'lgan shu kungacha rekordlarimizni. Xullas, yangi yo'nalish, yangi challenge. Bu challengeni ham san'atkorlarimiz yoki sportsmenlarimiz, blogerlarimiz davom ettirsa, albatta biz xursand bo'lamiz. Xullas kalom, o'zimizdan yashil makon qoldirish uchun, ya'ni bizgacha yashil makon qolgan, ota-bobolarimiz biz uchun daraxtlarni ekib ketishgan, maza qilib soya salqinida toza havodan nafas olamiz. Avvalambor ularga rahmat, endi bizlarga ham rahmat aytishlari uchun kelajak avlod. O'zingizdan bog' qoldiring. Bugungi yakshanba, xudo xolasa, Rasul Kusherboyev va obodonlashtirishdagi ko'p onaxonlarimiz bilan birga juda ko'p daraxt ekamiz va videoning so'ngida ajoyib bir sovg'amiz bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Bitta yaxshi tomonishiga Aziz aka, bugun kechqurundan yomg'ir yog'ishni boshlaydi. Bir haftami tinmas ekan. Düşesın yaxshi-da. Do'stlar, mana bugun daraxtlarimizni ham ekib, hamma yoqni obod qilib tozaladik. Avvalambor buning uchun obodonlashtirishdagi opa-singillarimizga, aka-ukalarimizga katta rahmat. Endi esa bizning ozgina shu sovg'amiz bor, rahmatnomamiz bor. Shularni birma-bir topshiramiz. Eslatib o'taman, bu yerda obodonlashtirishdagi insonlarning eng shu ro'yxatga tushgan, eng qiynalganlari yig'ganmiz, chaqirganmiz. Albatta biz bunaqa ishlarni birinchi marta qilmayapmiz. Iloyim, oxirgisi ham bo'lmasin. Qani ketdik. Aytgancha bu ehsonimiz biz bilan hamkor bo'lgan Kia kompaniyasiga alohida rahmatnomamiz bor. Avvalambor hammalarga rahmat. Bugun yashil makon dasturimizni biz bugun bitta o'q bilan ikkita quyonni urdik. Ya'ni Rasul akaning hasharlariga sizlar bilan birga birlashib qarashdik va Rasul aka ham bizning ehsonimizga yonimizda tepasida turibdilar. Avvalambor hammalarga rahmat. Bu yerda obodonlashtirishdagi ko'p xodimlarni eng shu hozirgi kunda ba'zi bir ijtimoiy yordamga muhtojlarini yig'ganmiz. Avvalambor bu birinchisi emas, o'zingizlar bilasizlar, meni yaxshi tanisanglar kerak. Shunga bir chekkadan uzoqdan bo'lsa ham ko'rinsa, formalnost deydi bizda. Kia kompaniyasiga alohida rahmat. Kia bilan ezgulik yo'lida ular ham o'z hissalarini qo'shishgan. Bitta oilaga nimalar olganimizni sizlarga ko'rsataman, uzoqdan ko'rinsa ham. Bir qopdan makaron, 25 kilodan un, bir chekkadan bolajonlarga, har bitta oilaga o'yinchoq, bolajonlarga har bitta oilaga shunaqa shirinliklar, shokoladlar, o'sha Snickers, Mars, o'sha napkasi ham boshqasi ham bor. Har bitta oilaga bir chekkadan davom etaveramiz. Tak. Dальше. Budichkasi ham bor. 2 kilodan pecheniy bu shirinliklar bolalarga. Yana konfet. Har bitta oilaga qand. Har bitta oilaga bunaqa shirinliklar, Nutella. Aslida mana bolajonlarga shirinliklar juda ko'p olingan. Chunki hayit yaqin. Tak, dальше davom ettiramiz. Non, tuxum, 3 kilodan go'sht va'da qilganmiz, 2 kilo qo'y go'shti sizlar uchun so'yilgan, 1 kilo tovuq go'shti mabodoga, hammasi muzlagan, hali svejiy. Grechka, alohida upakovkada ham makaron. Tak, moshimiz ham bor, pirlovkamiz ham bor, guruchimiz ham bor, piyozimiz ham bor, kolbasa, sir, tak, choy, margarin, holva,
kartoshka, sabzi, yana sir va tushonka, 2 litrdan har bitta xonadonga yog' va albatta Azestet suvlari. Azestet suv. Rahmat. Azestet suvlarini iching va yaxshiliklarimizga hissa qo'shing. Ham gantel, ham sport, ham suv, energetikdan ko'ra bu foydali, sportsmenlar biladi. Ham idishini zo'r chiqarganmiz, kreativni qopqog'ini ochasiz. Ichiga guruch yoki shakar solib qo'ysangiz ham bo'ladi, uyda ishlatsa bo'ladi. Shunaqa gaplar. Xullas kalom. Har bitta oilaga mana shunaqa ehsonimiz bor. Hamisha sizni Rahmat. quvvatlaymiz. O'zi qiyinchilik bormidi? Mundoq bir uyda. Ozgina. Ha. Shunchalik qilibsiz hayit kunlari. Sizga mingdan ming rahmat. O'zi shu narsaga muhtoj edik. Kiga kompaniyasiga ham rahmat. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin, martabangiz bundan ham balandlar bo'lsin. Xudoyo kim mana shu niyatga bergan bo'lsa, Ha. o'sha aka-ukalarga ham, Rahmat. boshqalarga ham hammasiga. Sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat. Jiyanlar bormi? Rahmat. Ertadan bundan ham baland bo'lsin. O'raza kuni bizni hurmat qilibsiz. Rahmat. Katta nimalarga yeting. Bundan ham baland bo'ling bolajon. Jiyanlarga shirlan yetkazib qo'y. Shuncha produkt olib keldik. Bu yerda 1,5 millionlik produkt. To'g'ri. 1,5 million. Qiymatini aytishimiz shart. Oxirgi paytda biz shuni aytishga majbur bo'lyapmiz. Rahmat. Bir oyligingiz menimcha bu ham. Oyligingiz qancha? Oyim 1 million oshiq. 1 milliondan oshiq. Bitta oyligingizni o'zingizga ishlatasiz. Hop. Chunki produkt olmaysiz. Biz bu yerdik produktlarni. Rahmat. Shunga navaralar bormi? Bitta bor. Shirinliklarni oldik. O'z duo qiling. Amin. Nima yo'q, bo'lsa niyatiga yetib. Qanchalik savob olib, bosh tovon olib yuribman. Allohu akbar. Yoshingiz nechida? 65 bola. 65 ta. Ana 65 dagi otaxonlar ko'chada ko'rsanglar, ko'p odam obdonlashtirishda kiyimda yurganlarni ko'rib, baland nazar bilan qarashadi. Unaqa qilmanglar, chunki bu yerda bizlarning hamyurtlarimiz, onalarimiz, onani begonasi bo'lmaydi do'stlar. Shuning uchun it ham o'zini yotgan joyini dumi bilan sipirib yotadi. Hatto nima axlat bo'lsa o'zini yig'ishtirib yurlar. Bularga oyligini olyapsan, ishingni qilyapsan degan bu yaxshi emas. Albatta bu ishlarni o'zlari ortig'i bilan qilishadi, lekin bizlar tomonidan bularga nisbatan hurmat albatta bo'lishi kerak. Chunki o'zimizdan katta insonlar. Hammalarga rahmat. Rasul akaga alohida rahmat bugun shu tadbirimizni uyushtirganlariga ham. Alohida kattakon rahmat Rasul akaga ham daraxtlar ekdik. Rasul aka sog' salomat yuringlar. Kia kompaniyasini ham. Chia kompaniyasi ham, musofir yurtda yordam berayotgan insonligi ham kattadan katta rahmat. Amin. Bizani boshliqlarimiz ham sog' salomat yurishsin. Amin. Bizani qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsanglar, nima niyatingiz bo'lsa niyatlaringizga yetib yuringlar. Amin. Hurmatli do'stlar, biz bu videolarimizni ko'p qo'yamiz tarmoqlarga, albatta hammaning fikri har xil. Bizi esa fikrimiz ham, niyatimiz ham bitta. Insonlar orasida yo'qolib borayotgan mehr-oqibatni uyg'otish, kimga imkoniyati bo'lsa, imkoniyati yo'qlarga yordam berish. Shuning uchun vatanimiz tinch bo'lsin. Bu videolarimiz faqatgina yaxshilikni targ'ib qilish. Nima deydi? Esimga tushib qoldi-da. Ba'zi bir ishlar bor, shu yerda qolib ketadi, yig'asiz, terasiz. Ba'zi bir ishlar bor, o'zingiz bilan doim olib ketasiz. Albatta. Doim shu o'zimiz bilan olib ketadigan ishlarda ko'proq bardavom bo'laylik, shunaqa ishlar atrofida doim bir bo'laylik. Rahmat. Sog' bo'linglar. Boringizga shukur. Sizga ham. Daraxt ko'proq ekinglar. Biz shu proyektda challenge e'lon qilyapmiz. Haligi har xil narsani challenge qilishyapti odamlar. Misol uchun xotinimga degan mashina olib berib challenge qildi. Blogerlar bir narsalar qilib challengelar qilishyapti. Bularga vizib tashlashyapti. Sportsmen aka-ukalar. Bunaqa narsalarni ham challenge qilaylik mana. Ko'p-ku. Kelajakka mana daraxt qolsin, obod qolsin, qilib o'zingizlar shalba qilyapsizlar. Toshkentimiz yomon bo'lib ketdi, ob-havo buzilib ketdi. Davay birlashaylik mana. Bittadan ko'chat ekinglar, shunaqa odat qilaylik. Yakshanba kuni bir dona ko'chat eking. Xudoning kuni ko'p. Bir oyda 4 ta yakshanba bor. Bir yilda necha yuzta yakshanba bor. Tasavvur qiling, qancha daraxt qoladi. Ertaga navaralarimiz, bolalarimiz shu daraxt tagida maza qilib, shu bobom ekib ketgan deb yaxshi niyatlarda, xudo xolasa kino ham bor-ku, bobom ekkan daraxtlar degan.